28-iyun kuni Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudi sudyasi Vitaliy Li raisligida o'tgan sud ishida UzReport TV'ning Beeline savdo belgisiga egalik qiluvchi Unitelga nisbatan da'vosini to'liq qanoatlantirish to'g'risida qaror qabul qilindi. Sud qaroriga binoan javobgar, ya'ni Unitelga Beeline TV mobil ilovasidan UzReport TV hamda Futbol TV telekanallarini olib tashlash, kelgusida ushbu telekanallarni UzReport axborot agentligi bilan shartnoma tuzmasdan namoyish etmaslik majburiyati yuklandi. Sud tomonidan bizning Unitelga nisbatan da'vomizni to'liq qanoatlantirish to'g'risidagi qarori asosli va qonuniy qabul qilingan deb hisoblaymiz. Mualliflik va turdosh huquqlarini himoya qilish davlat siyosatining ajralmas qismi sifatida ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Buni prezidentimizning ushbu masalalarga qaratayotgan e'tiborlari ham tasdiqlaydi. Bizning ishimizga kelsak, UzReport tomonidan sudda aniqlangan holatlarga asoslanib, hozirda Unitel va O'zbekiston kabel televideniyasiga nisbatan ushbu kompaniyalarning qonunga zid xatti-harakatlari natijasida yetkazilgan moddiy zararni undirish haqida sudga da'vo arizasi tayyorlanmoqda. Ma'lumot uchun, da'vo arizasida Unitel UzReport bilan hech qanday shartnoma tuzmasdan UzReport TV va Futbol TV telekanallarini Beeline TV mobil ilovasi orqali shunchaki efirga uzatibgina qolmay, balki buning uchun monetizatsiyani ham yo'lga qo'ygani, ya'ni bu harakat bilan moddiy manfaat ham ko'rganligi ta'kidlangan. Shu tariqa uyali aloqa operatori telekanallarning mualliflik huquqini qo'pol ravishda buzgan.